Dostlar men inimni zo'rg'a ko'ndirib, biz bugun bir trend o'ynayib bo'lamiz. Ket. Просимен. Yaxshi o'rnatsa. Ko'k tus и meniki qora men oq. O'zing yaxshi tatemdiki qanday tus o'zingdiki aytasizmi nima? Tatemdiki sari. Meniki qizil. Bo'ldingmi? Qonjab. Al annemning tomog'i qattiq yaxshi o'rnatgan ko'shnachka va shokolad, tattimatlar, короче, тамақтар жей бермейді, өйткені тәттімәттілерді қатты ғана жақсы көреді. Ал менікі болса лагман, көп уақыт өтіп баратыр. Лагман, манты и болды. Тәшелек. Болдың ба? Өзің жақсы көретін тамақты айтасың, сосын тәтемдікін айтасың, ма? Бар. Менің тәтемдікі тәтті. Ал менікі пицца. Болдың ба? Annemning yaxshi ko'rayotgan annemning yaxshi ko'rayotgan o'yinchoqi va mashinalar, kostyumlar, короче, odamlar bor emas, Minecraft'dagi odamlar shunday, и men o'yinchoq yaxshi ko'rmayman, negirdir. Короче, nardan davosi eshtilmayapti, ana bor. Bar, o'yinchoqlar turib aytasan bar. Men Superman o'yinchoq yaxshi ko'raman. Xalq, temir adam degan o'yinchoqlarni yaxshi ko'raman. Tatemdiki mening tatemdiki kukla, telefon. Al annemning kiyimlari, o yozdagi kiyimlar, o'shunday ademi kiyimlar. Ko'ktis, sho'rlik kangi. Al menda bunday ko'ylaklarga kiymaymiz, men qisqa ko'ylak kiyaman, uzun ko'ylak. Effekti bir tili olibdir. Короче, qanday kiyimlar yaxshi ko'rasiz, aytasiz. Sapsari. Qanday kiyimlar yaxshi ko'rasiz, aytasiz. Men sapsari. Agar tatemdiki qip-qizil. Bo'ldi. Dostlar, bizning trend oyoqda. Tabiiy qalay javob bergan bilmayman. Ya. Like bosib, kommentar yozib unutmanglar.